Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan bot orqali zaявkalarni qabul qilishni o'rganamiz. Ya'ni buyurtmalarni qabul qilishni o'rganib olamiz. Buning uchun men tayyor hozir xabarlar zanjirini tuzib chiqdim. Bir boshdan tushuntirib ketaman va sizlar xuddi shunday tayyorlashlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, start tugmasini bosgandan so'ng unga birinchi xabar ketadi. Salom, ismingizni kiriting. Ya'ni tekst xabar. Va savolga javob bergandan so'ng mana bu yerda любая другая frazadan keyin xabarga o'tadi. Ya'ni u bizga o'z ismini yozib yuboradi. Qaysi nom ostida saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, shu nomni bu yerga kiritasiz. Qayta ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz, повторный вопросni yoqib qo'yasiz. Agar qaytib bu yerdan ro'yxatdan o'tishni xohlamasangiz, o'chirib qo'yasiz. Keyingi qadam uning telefon raqamini olishimiz kerak. Telefon raqamini olish uchun esa отправить tugmasini bosish imkoniyati orqali nomerni olishimiz mumkin yoki ikkinchi ko'rinishi validatsiya orqali nomerni qabul qilishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun biz o'zimizga xohlagan chegarani qo'yishimiz mumkin, ya'ni 0 tadan 10 tagacha bo'lgan yoki 9 tagacha bo'lgan raqamni yozish imkoniyatini berishimiz mumkin. Agar raqamlar soni yetarli bo'lmasa, raqamlar soni yetarli emas degan xabar keladi. Agar raqamda validatsiya noto'g'ri bo'lsa yoki harf yozib yuborsa, rasm yuborsa, nuqta qo'ysa, boshqa sondan tashqari har xil ishlar qilsa, telefon raqamingizni ushbu tarzda yuboring degan xabar boradi. Va mijozimiz yuborgan javobni o'zimiz qabul qilib saqlanib qilib qo'yishimiz uchun tel raqami ostiga saqlanib qilib qo'yishimiz mumkin. Endi keyingi blokka, ya'ni raqamni o'tkazib bo'lgandan so'ng biz unga biznes turini yuborish haqida xabarni yuboryapmiz va buni raqamlab chiqdik. Xohlasak mijozimiz bir raqamni yuborsa, bu javobni yozib qo'yamiz. Ikki raqamni yuborsa, bu javobni yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni tugmalarni biz raqamlab chiqdik mana. Buni esa mana bu yerdan yoqib o'chirishimiz mumkin. Endi javoblarni raqamlarda yozib olamiz va 1, 2, 3 raqamni yuborsa, bu javobni uni nomiga biriktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va biz buni javobini biz biznes turi sifatida zapis qilib qo'yamiz. Keyingi blok esa ma'lumotlarni tasdiqlovchi xabar boradi va bu xabardan so'ng zayavka kelib tushadi bizga. Ya'ni zayavkalarni biz xohlagan joyga yo'naltirishimiz mumkin. Hozir menda BotPlace akkaunt ulab qo'yilgan. Yana qo'shimcha akkaunt qo'yish uchun esa добавить akkaunt tugmasini bosamiz. Yangi qo'shimcha Telegram akkaunt qo'yish uchun добавить tugmasini bosamiz. Bosgandan so'ng kerakli Telegram akkauntni bizga ochadi. Mana ochgandan so'ng start bo'ladi va ushbu kanalda biz zayavkalarni qabul qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana ulandi. Xohlasak ichki CRM ga yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni внутренний CRM mana bu yerda mana CRM bo'limiga kelib tushadi mana. Mijozimiz kartasi qayta dublikat bo'lmasligi uchun biz dublikatni yoqib qo'yamiz. Bizda bunaqa zayavka oladigan bo'limlar bir nechta bo'lsa, har bitta bo'lim uchun alohida nom qo'yish mumkin, ya'ni qayerdan kelayotganligini bilishimiz uchun. Keling, endi buni tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rish uchun podga o'tamiz va start tugmasini bosamiz. Mana start tugmasini bosdik. Salom, ismingizni kiriting. Yozib kiritamiz. Отправить tugmasini bosing. Mana bosdik, nomerimiz ketdi va biznes turingizni tanlang dedi. Hozir xohlasam bir raqamini yuborsam, ya'ni bu yerga xizmat ko'rsatish javobini meni nomimga biriktirib qo'yadi, ya'ni meni kartamga biriktirib qo'yadi. Xohlasam buni bosishim mumkin, farqi yo'q. Deylik, xizmat ko'rsatishni bosdim. Rahmat, ma'lumotlarni qabul qildim va bizga zayavka kelib tushdi. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Mana bizda qaysi ma'lumotlar ko'rinyapti? Telegram ID'miz ko'rinyapti va Telegramdagi username'imiz ko'rinyapti. Va bizni username silkalik ko'rinishi, telefon raqamimiz, ismimiz va xizmat ko'rsatish biznes turimiz aks etyapti. Zayavkalar kelib tushyapti. Xuddi shu tartibda siz o'zingizni botingizga zayavka bo'limlarini ulab, kelayotgan zayavkalarni kerakli nuqtaga yuborishingiz mumkin. Bu zayavkalarni qabul qilishning oddiy ko'rinishi edi. Buning yanada murakkab turlari mavjud. Bu haqidagi botlarni esa keyingi videolarda ko'rsatamiz. O'z biznesingizni rivojlantirish uchun botlardan foydalaning. YouTube'imizga podpiska qiling va bizni kuzatib boring.